Nimaga bizda bekitishadi? Xalq tilida eskidan ota-bobolar ko'tona chiqib ketibdi degan termin ishlatishadi. Birinchi farzandda bizda nima bo'ladi? Tajriba bo'lmaydi. Ya'ni biz kasallikni emas, kasallikni oldini olganimiz biz uchun arzonroq. Ota-onalardan so'rab iltimos qilib qolardim. Tavsiyamizga itoat qilishini, chunki ona suti bebaho hisoblanadi. Bizani o'zvoshincha lecheniyalarimiz bolalarda og'ir asoratlarni keltirib chiqaryapti. Bu holat agar e'tiborga olinmasa, o'limgacha olib borish mumkin. Albatta. Bizni farzandimiz dengiz cho'chqachasi emas-ku. Uzoq muddat ichib qotib yurish ham bolalarda qorinda har xil sohasida og'riqlarning rivojlanishiga olib keladi. Murojaat qilsammikin, yo'qmi? Yokida e'tiborsiz qoldiradigan holatlar haqida qisqacha gapirdik. Hozir yoki hech qachon kasallikni hozir oldini olishingiz yoki unga chalinsangiz, uni davolash uchun butun umringizni sarflashingiz mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Shifokor TV ko'rsatuvining birinchi soni. Agar ushbu podkastimiz sizni oldingizdan chiqqan bo'lsa, bekorga emas, chunki sizga manfaatli bo'ladigan suhbatlarni hafta davomida berib borishga, O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan xalqimizga yordam beruvchi mutaxassislarni sizni muammoyingizga qarab taklif qilib yechimlarni berishga harakat qilamiz. Men dietolog Zila Asidinova 6 yildan beri dietologiya sohasida faoliyat yuritaman va Shifokorlar TV kanalini siz uchun ochdim. Xalqimizga manfaatli bo'ladigan shifokorlarni birinchi soni sizga taqdim etishga tayyormiz va mehmonimiz Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya markazi xirurgi, proktolog, tibbiyot fanlari nomzodi, 20 yillik tajribaga ega Dehqonboyev Avazjon Abdunomonovich. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Birinchi sonimizda sizni taklif qilyapmiz Avazjon aka, yaxshimisiz? Rahmat ishonch uchun, rahmat. Chunki Juda ham xursandman. sizni sohangiz qaysidir ma'noda dolzarb, savollar eng to'la, odamlar murojaat qilishi kamdan kam bo'ladigan sohalardan biri. Lekin bu suhbatni birinchi marta ko'rayotganda odamlarda proktolog degan tushunchani o'zi ba'zan to'g'ri bo'lmaydi, chunki bizda shifokorni malakali shifokorni topishdan oldin shifokor tanlab murojaat qilish ham ancha muammoli. Shuning uchun sizni kasbingiz aslida qachon insonlarga manfaatli bo'ladi va bu kasb nimalar bilan shug'ullanadi? Men o'zimning shu 20 yillik faoliyatimda bolalarda oshqozon ichak trakti faoliyatining har xil turli tumandagi kasalliklar bilan shug'ullanamiz. Endi ko'proq biz yo'g'on ichak kasalliklari bilan shug'ullanamiz. Yo'g'on ichak kasalliklari ham o'z navbatida bir nechta turga bo'linadi. Biz ko'proq shu bolalarda yo'g'on ichak tug'ma nuqsonlari, orttirilgan nuqsonlari va oshqozon ichak trakti faoliyatining buzilishlari bilan shug'ullanamiz. Bular o'z ichiga qanday turdagi kasallarni oladi? Birinchidan, ich qotuvchi, ichi ketadigan, axlat ushlab tura olmaydigan, oshqozon ichak trakti pastki qavatidan o'sha imенно aktifikatsiya vaqtida qonli ajralmalarni ajralishi, yiringli jarayonlarni bo'lishi, og'riqli jarayonlarni bo'lishi, ya'ni bu yozilish bilan bog'liq bo'lgan xuddi shunaqa muammolar bilan bizga bemorlarimiz murojaat qilib kelishadi. Qabziyatni asoratlar shu kasallikka asosan olib boradimi yoki qabziyat o'zi bitta alohida kasallik hisoblanadimi? Qabziyat bu, keling, oldin shu qabziyat so'zini xalqimizga tushunarliroq qilib yetkazib berishimiz kerak. Chunki juda ko'p bizga savol berishadi, qachon bolalarda yoki kattalarda qabziyat so'zini ishlatsa bo'ladi. Buni normativlari mavjud hozir kecha kunduzda, shuning uchun buni yoshga xos bir qisqacha tushuncha qilib xalqimizga yetkazsak. Ya'ni yangi tug'ilgan bolalarda, ya'ni ona sutini emuvchi bolalarda bir sutkada normada 2.9 chiziqcha 8 marta ich kelishi bu norma hisoblanadi. Suvni ovqatlantiriladigan bo'ladi. Sutka davomida 1-3 mahal ich kelishi bu normal holat hisoblanadi. Endi bolalarning yoshi qancha katta bo'lgan sari u ich kelishi turlari ham sekin-astalik bilan boshqacha ko'rsatkichlarda bo'ladi. Ya'ni erta yoshdagi bolalarda yoki katta yoshdagi bolalarda aktifikatsiya, ya'ni yozilish bir haftada minimum 4 marta. Normal holatda har kuni, ya'ni 24 soatda bir mahal ich kelishi bu normal holat hisoblanadi. Endi bu normal ko'rsatkichlar. Agar shunaqa holatlar bor, meni bolamni ichi kunora yoki 3 kunda keladi-ku degan savollar bilan ham murojaat qilishadi. Shuning uchun agar bolalarda
ich kelishi, ya'ni 2 va undan ortiq sutkaga o'tib, bu 3 oy davomida davom etadigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri surunkali qabziyat tashxisini qo'yish imkoniyatini beradi. Shuning uchun hozir kecha kunduzda klassifikatsiya bo'yicha, ya'ni oxirgi tasnif bo'yicha yer yuzida 7% dan 7,32% bolalarda ich qotish mavjud. Bu juda katta ko'rsatkich. Shunday ekan, bu oxirgi tasnif va shunday katta ko'rsatkichga ega ekan, buni sabablarini o'rganishimiz kerak. Ya'ni biz kasallikni emas, kasallikni oldini olganimiz biz uchun arzonroq, biz uchun mashaqqat foydaliroq. Birinchidan foydali bolani o'sishi, ya'ni umuman insonning o'sishi va uning sog'lom tarzda hayot kechirishi uchun asosiy mezon bo'lib hisoblanadi. Mana shu holatlarda onalar asosan mana qabziyatga uchradi bolam yoki haddan tashqari ko'p ichib kelyapti desa, samolecheniya, ya'ni o'zi davolashga harakat qiladi. Ya'ni ich keltiruvchi mahsulotlar yokida ichni qotirishga harakat qilishadi. Bu qanchalar to'g'ri? Shu joyda juda to'g'ri gapirdingiz. Haqiqatan hozir kecha kunduzda YouTube kanallarida yoki bir Instagramlarda, asosan Instagram deb gapirsa bo'ladi. O'zi doktor, shifokor yoki qanaqadir bir soha, meditsina soha vakili bo'lmagan odamlarning tavsiyalari juda ko'p, asossiz tavsiyalar mavjud. Shuning uchun shifokor nima uchun kerak? Shifokor shu kasallikni oldini olish va kasallangan bolalarni davolash uchun. Shunday ekan, keling bu savolga javob berish uchun biz qabziyat turlari haqida xalqimizga qisqacha va chiroyli qilib yetkazib bersak. Qabziyat 3 ta katta oilaga bo'linadi. Bu birinchisi yo'g'on ichakning tug'ma nuqsonlari hisobiga kelib chiquvchi qabziyatlar, ya'ni bunday turdagi qabziyatlar faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Ikkinchi tur bu organik o'zgarishlar. Qanday? Misol uchun travmalar, ingichka ichak va yo'g'on ichaklarning yara kasalliklaridan keyingi torayishlari hisobiga ich kelmasligi va bir nechta organik o'zgarishga uchrash hisobiga, ya'ni yo'lning, ya'ni ich keltiruvchi yo'ldagi qanaqadir to'siqlar hisobiga keladigan bo'lsa, bu organik turdagi qabziyatlarga bo'linadi. Uchinchi tur bu xalqimiz va bolalar orasida juda ko'p tarqalgan bu funksional qabziyatlar. Endi biz uchun eng kerakli bo'lgani bu hozir men siz bilan shu narsani yoritishim kerak bo'lgan narsa bu funksional qabziyatlar haqida gaplashsak. Chunki funksional qabziyatlar negizida juda ko'p asoratlar yotadi. Ya'ni eng og'ir turdagisi bu tug'ma anomaliyalar. Lekin bizda boshqa organik yoki tug'ma nuqsonlar hisobiga ich qotuvchi guruh bu bor yo'g'i 10-17% ni tashkil qiladi. Asosiy, ya'ni 85 va undan yuqori bo'lgan foizni tashkil qiluvchi hozirgacha kunduzdagi muammolik bir yechimi mavjud bo'lgan, lekin ota-onalarimiz e'tibor bermaydigan funksional qabziyatlar haqida gapirishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki funksional qabziyatlarning negizida bizni o'zimizni ota-onalarimiz tomonidan qanaqadir bir noto'g'ri faoliyat yuritish va boshqa sabablar shu kasallikni rivojlanishi uchun mezon bo'lib hisoblanadi. Keling, funksional qabziyatlarni sabablarini o'rganib chiqaylik. Funksional qabziyatlarning sabablari, mana juda ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Bolam 2 oylik, ona suti bilan ovqatlantiraman yoki sun'iy ovqatlantiraman, farzandimda ich kelmaydi, lekin ich kelmaydi, ich qotib qolmaydi, axlati yumshoq deyshadi. Lekin axlatni chaqaloqlarda endi qattiq bo'lishi uchun juda uzoq vaqt o'tish kerak. Keling birinchi sabablarni sanaylik. Ya'ni emizik yoshdagi va sun'iy ovqatlantiriladigan bolalarda, chaqaloqlarda ich qotish sabablari. Bular birinchisi. Ya'ni tabiiy ovqatlantirishdan sun'iy ovqatlantirishga, ya'ni konsentratsiyasi yuqori bo'lgan har xil smeslar, ya'ni smeslarga o'tkazish. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab vitamin D o'zlashtirilishini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan. Uchinchisi qalqonsimon bez gormonlari faoliyatini susayishi bilan kichkina chaqaloqlarda. Undan keyin anemiya, raxit kasalliklarini o'tkazish va boshqa sabablar yangi tug'ilgan chaqaloqlar qabziyatini keltirib chiqaradi. Biz yuqorida aytgandik, ya'ni ona suti bilan o'sadigan bolalarning bir kunda ichi ona suti emgan, ya'ni bir kunda 8 marta emadigan bo'lsa, 8 martagacha ich kelishi normal hisoblanadi. Endi
Sun'iy ovqatlanadigan bolalarda 1-3, 1-3 bu normal holat hisoblanadi. Endi sabablari aniq. Chunki juda ko'p bolalarimiz raxit, onalar homiladorlikda anemiyani boshdan kechirishi, bolada ham xuddi vitaminlar yetishmovchiligi. Mana bu yosh bolalarda uchraydigan qabziyatning asosiy sabablari. Endi bog'cha va maktab yoshidagi bolalarda ular sal boshqacharoq sabablarga ega. Bularda ko'proq nimalar? Alimentar genez, ya'ni biz mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, misol uchun, albatta mana bu sizga ko'p manga nisbatan ko'proq siz bu narsani ichida yurasiz, chunki qanaqa to'g'ri tashkil etilgan ovqatlanish haqida sizda juda ko'p informatsiya mavjud. Shunday ekan, birinchi bu alimentar genez. Ikkinchisi bu bolalarda uchrovchi nevrologik holatlar. Ya'ni nevrologik holatlarning mavjudligi va nevropatologlar tomonidan tavsiya etiladigan juda ko'p dorilar bular oshqozon ichak traktining faoliyatini sekinlashishiga olib keladi. Demak, ichak kundalik masalan refleksini susaytiradi. Susayadi, susayishiga majbur. Ya'ni shunaqa turdagi dorilar, undan tashqari ma'lum bir dori preparatlarini uzoq muddat iste'mol qilinishi ham ich qotishning asosiy sabablaridir. Undan tashqariga sabablar bolalarda vitamin D va B gruppasining ham o'zlashtirilmasligi, ya'ni yetishmasligi ham ushbu kasallikni rivojlantiradi. To'rtinchisi biz uchun ota-onalar uchun eng ahamiyatli bo'lgan qabziyat bu reflektor qabziyatlar deb ataladi. Ya'ni buni negizida nima yotadi? Buni negizida bolalarda ma'lum bir sabablar hisobli ich qotadi va orqasida yoriq paydo bo'ladi. Yoriq og'riqli. Shuning uchun bolalar yozilishidan bosh tortib, qo'rqishi hisobiga u yoziladigan paytda yo'qolib qoladi. U burchakda, bu burchakda maqsad yozilmaslik. Bolani endi bilasiz, ular boshqacha o'yga ega. Ya'ni ular yozilmasa ham orqamda og'riq bo'lmaydi. Vaholanki uni yana yozilmay, uni yanada olib yurishi bolalarda kuchliroq qabziyatlarni rivojlantiradi. Bundan tashqari ichak biotsinozi, ya'ni bilamiz, juda ko'p ota-onalarimiz tomonidan bolasi shamollaganda noaniq va tushunmagan holatda har xil antibakterial terapiyalar bilan shug'ullanishadi. Bu esa o'z navbatida bilasiz, biz uchun ya'ni mazmunli va biz uchun kerakli bo'lgan obligat floralarimiz, ya'ni maxsus bakteriyalar bor. O'shalarni o'limiga olib keladi. Bu ham keyinchalik bolalarda ich qotishini keltirib chiqaradi. Ya'ni siz aytayotganda davomiy o'zboshimchalik bilan olingan antibiotiklar ham bunga olib boradi. Nima uchun shifokorlar antibakterial terapiyadan keyin biotiklarni yoki probiotiklarni yoki simbioz maxsus preparatlarni tavsiya qiladi? Chunki biz uchun maxsus kerakli bo'lgan obligat florani miqdorini ham pasayib ketishi bu o'tda biz uchun kerak bo'lmagan, ya'ni patogen florani faoliyatini ko'payishiga olib keladi. Bu ham o'z navbatida keyin ich ketish ko'pincha ich ketishdan keyin ich qotishlar rivojlanadi. Shunday ekan, umumiy xulosalardan, ya'ni ich qotishning keltirib chiqaruvchi sabablari aniq ekan, men ota-onalardan so'rab iltimos qilib qolardim. Yuqoridagi aytilgan har bitta fikrlarimizni chuqurroq o'rganib, shu bizani berib turgan tavsiyamizga itoat qilishini iltimos qilardim. Menimcha qaysidir ma'noda ularning tibbiy savodxonligi ham ancha oshadi-da, chunki to'g'ri shifokorga borishni ham o'rganishadi. Lekin men o'zimni boshimdan kechirgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Aynan o'zim farzandim, birinchi farzandimda bizda nima bo'ladi? Tajriba bo'lmaydi. Biz o'sha qaynonalarimizni, onalarimizni qilgan amaliyotlarni takrorlaymiz. Va o'g'il bolaga nisbatan bildimki, qiz bolalarda ichak faoliyati anchayin yaxshiroq rivojlanar ekan. O'g'limda 3 oygacha ich kelishi deyarli norma bo'lmagan, ya'ni normada kelmagan. Ko'pincha majburiy keltirganmiz. Ya'ni nima qilardik? O'sha ich keltiruvchi svechalarni, yog'larni ishlatardik. Va vaholanki hozir ham atrofimdagi yosh bolali onalarga shularni qilayotganini ko'raman-da. Bu qanchalar to'g'ri? Chaqaloqlarni 3-4 oygacha ich keltiruvchi, masalan, oddiy glitserinni aytamiz, ko'p ishlatamizda. Kichkina bolachalarga bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Siz savolingiz juda ham o'rinli. Haqiqatan hozirgacha kunduzda bu bir muammoli narsa. Endi men hamisha shu savolni ota-onalar tomonidan yoki kimdir tomonidan berilganda bitta javob beraman. Ya'ni boshingiz og'riydigan bo'lsa, bir oy davomida 30 kun sitramon iste'mol qilinmaydi-yu, chunki boshni og'rituvchi sabablar ko'p. To'g'rimi? Xuddi shunday chaqaloqlarda yoki erta yoshdagi bolalarda ham ich qotishning sababchilari biz yuqorida aytib o'tdik. O'sha sababchilarga qaratilgan terapiya mavjud va muhim o'rin tutadi. Chunki
Bu har xil svechalardan qo'llanilish yoki ichchi suyultiruvchi dori preparatlarini bolalarni iste'mol qilishi bu simptomatik terapiya, ya'ni vaqtinchalik bola organizmga yordam beruvchi dori mahsulotlari hisoblanadi. Shuning uchun biz kasallikning keltirib chiqaruvchi sababini aniqlashimiz kerak. Ya'ni yuqorida aytib o'tdik, sabablar aniq. O'sha sabablardan bittasi bolalarda mavjud bo'ladi va o'sha sababni olib tashlashga harakat qilishimiz kerak. Demak, meni xatoyim hozir birinchi o'rinda aytyapman, muhitni juda ham tez o'zgarishi bo'lsa kerak, chunki sutga to'ymayapti. Biz qo'shimcha ovqat berishimiz kerak va muhitni o'zgarishi ham ovqatlanishda qabziyatga olib borar ekan. Albatta, hozir kecha kunduzda juda ko'p onalarimiz tomonidan bolam sutga to'ymayapti, qo'shimcha ovqatga erta o'tkazaymi, har xil savollar bilan murojaat qiladi. Bu meni fikrim, menga qolsa ona suti bilan ovqatlantirilgan, ya'ni ona sutiga teng keluvchi biror bir maxsus bir bo'tqalar yoki maxsus bir smeslarni hozir kecha kunduzda ishlab chiqilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Chunki ona suti bebaho hisoblanadi. Lekin baxtga qarshi hozir kecha kunduzda juda ko'p shifokorlarimiz tomonidan sutingda infeksiya bo'lishi mumkin, suting hisobiga bo'lyapti deb aniq bir sababga ega bo'lmagan ona sutidan erta chiqarib qo'yish holatlari kuzatilmoqda. Yoki o'zboshimchalik bilan o'zboshimchalik bilan sutimni kaloriyasini bolamni o'sishiga ta'siri sust, shuning uchun bo'tqalarni berishim kerak deb erta sun'iy ovqatlantirishga o'tib ketilyapti. Bu ham bitta muammo hisoblanadi o'rtoqlar. Shuning uchun biz xohlardikki, har bitta qilinayotgan turgan harakat bu ilmiy asoslangan va mutaxassis tomonidan tavsiyalar orqali bajarilgani yaxshi, maqsadga muvofiq. Shuning uchun o'zboshimchalikni ich qotishiga juda katta ta'siri mavjud. Bu xo'p, biz bolalar haqida gaplashyapmiz, lekin qabziyat haqida. Lekin men ko'zim bilan ko'rgan juda ko'p narsa, bu odamlar balkim endi eshityapman, bunaqasi bo'lmasa kerak deb o'ylash mumkin. Maktabda yoki bog'chada ichi ketib qoladigan bolachalar. Onalar boshida e'tibor berishmaydi, o'sha diareyaga qarshi turli xil preparatni berishadi, belgini o'ldirishadi yokida hattoki balog'at yoshigacha shu holatda qolganlarni juda ko'p eshitganmiz. Siz proktolog sifatida shunaqa bolachalarni tajribangizda ko'rganmisiz? Albatta, bizga bunaqa bolalar har kuni murojaat qilishadi. Ich qotish protsentini oladigan bo'lsak, albatta ich ketishga nisbatan ko'proq. Ich ketishni ham keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganiladi bu yerda endi. Chunki biz o'ylaymiz, faqat ich ketishi uchun qanaqadir bizning organizmimizga bakteriya tushishi kerak va o'sha bakteriya hisobiga otravleniya bo'ldik. Mana bolam otravleniya bo'ldi, lekin ich ketkizuvchi juda ko'p sabablar bor. Ulardan asosiysi ovqat mahsulotlariga organizmning umumiy allergiyasi. Ya'ni buni endi biz osonroq qilib tushuntiraylik xalq tilida. Maxsus hozir kecha kunduzda bilasiz, har bitta mevani olasizmi, sabzavotlarni olasizmi, odam organizmida qaysidir mahsulotga nisbatan allergik fonni oshishi ham bu ich ketishning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Ich ketishi o'zi ham 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi bu eng ko'p tarqalgan, ya'ni mavsumiy bo'lgan biz uchun ich ketishlar, ya'ni otravleniyadan keyingi tarvuzlaymiz, buzilib qolgan ovqat mahsulotlarini iste'mol qilib qo'yishimiz mumkin. Turib qolgan suv ichib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni negizida yallig'lantiruvchi, ya'ni patogen bakteriya bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish hisobiga, ya'ni xalq tilida otravleniya, ikkinchisi bu organizmda mahsulotlarga nisbatan allergik fonning oshishi hisobiga va uchinchisi maxsus shunday kasalliklar bor. Ya'ni bularda gastroenterologiyada ko'proq shug'ullanadi, seliakiya va boshqa turdagi kasalliklar ham, ya'ni ichaklarda suyuqlik miqdorining ko'p ajralishi va so'rilishini buzilishi hisobiga ich ketkizishiga olib keladi. Shuning uchun xuddi yuqorida aytganimizdek, ich ketishda ham ich qotishda ham aniq bir mutaxassisi nazorati bo'lishi kerak. Mana shu bizani qilyap turgan o'zvoshincha lecheniyalarimiz bolalarda og'ir asoratlarni keltirib chiqaryapti. Mana shu jumladan ich qotish masalasida qarang. Hozir endi yolg'on bo'lmasa, har 4-ona bolasini o'zi davolashga harakat qiladi. Bu narsa bilasiz, qanaqa katta bo'lishda, sizga ham gapingizda jon bor. Endi ich qotishdan keyingi asoratlar nimalar? Misol uchun, mana yuqorida aytdik. Misol uchun qonashlar.
orqa chiqaruv teshigi atrofini yorilishlari, qon ketishlar, og'riqlarni bo'lishi, yiringlik jarayonlarini rivojlanishi. Bu Infeksiya tushadi. infeksion holatlarni, ya'ni jarayonga qo'shilishi hisobiga shu muammolarni bo'lishi, og'ir asoratlar. Undan tashqari butun bir a'zoda, ya'ni organizmda o'zgarishlar, ya'ni ich qotish hisobiga boshqa a'zolar faoliyatini buzilishi, ya'ni birinchi o'rinda jigar faoliyatining izdan chiqishi, bosh miya faoliyatini buzilishlar. Bolalarda rivojlangan kuchli anemiyalar, ya'ni xotiraning susayib ketishlari. Mana ko'pchilik aytadi, bolamning xotirasi yaxshi emas, yo'q, lekin sog'ligi haqida qayg'urish hech kim xayoliga kelmaydi. Mani bolam she'rni tez yodlolmaydi va boshqa bolam boshi tez og'riydi, lekin o'sha boshi og'rituvchi, kamqonlikka olib keluvchi boladagi ana bu ruhiy va jismoniy faoliyatlarni buzilishi. Ya'ni bilasiz, har kuni bolani boshini og'rishi yoki qanaqadir bir jismoniy kuchsizlanish, zaharlanish, ya'ni o'zini axlati hisobiga zaharlanish ham bolada funksional o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ich qotishga nima desa bo'ladi, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ota-onalar nihoyatda e'tibor berishi kerak bo'lgan bir kasallik hisoblanadi. Manimcha bizani onalar oxirida e'tibor berishsa kerak, oxirida proktologga murojaat qilsa kerak, chunki men hali uncha-muncha eshitmadim. Men bolamni atrofimdan deb olaylik, bolamni proktologga olib bordim deganlarni eshitmadim-da. Sababi nimaga bizni onalar oxirida murojaat qilishar ekan? Mana siz suhbatda men taklif qilganimda deydilar, bu shunaqa og'ir mavzuki, hattoki o'zini o'zi o'ldirish darajasigacha borgan o'smirlar, bolalar bor dedingiz-da. Mana shu voqea haqida menga aytib bering. Mana bu narsani endi qanday tushuntirsa bo'ladi? Mana uzoq muddat ichi ketadigan, qotadigan bolalarda sekin-astalik bilan to'g'ri ichakning ampulla qismining kengayishi va uning keyinchalik faoliyatini, ya'ni axlatni ushlab turuvchi va gazni ushlab turuvchi maxsus sfinkter, ya'ni muskullarimiz mavjud. O'sha muskullarning faoliyatini uzoq muddat ich qotish sekinlik bilan ish faoliyatini buzilishiga olib keladi. Bunday bolalarda axlat tuta olmaslik holatlari, ya'ni axlatni qabziyatdan keyingi, hozir uni boshqa sabablarini ham sanab chiqamiz. Qabziyatdan keyingi axlat tuta olmaslik bu hozirgi kecha kunduzda va undan oldin ham juda katta sotsial muammo bo'lib xizmat qiladi. Nima uchun? Chunki bolada qarang, maktab o'quvchisi yoki maktabdan institutga o'tgan period yoki bog'chadagi periodda oladigan bo'lsak, bola yozilib qo'ydi, o'zi bilmayapti. Qachon bildi? Qachonki orqasi nam bo'lib, diskomfort holat bo'lgandan keyin bilinadi. Bunaqa bolalar nima uchun ruhiyati so'nib boradi? Chunki bilasiz, bolalar o'sishi bilan balog'at yoshiga ilk qadam davrida bolalarda gormonal o'zgarish fonida ularda boshqacha hissiyotlar, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch. Ya'ni uni o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, men o'g'il bolaman deb og'zini do'rillatib gapirish yoki qiz bola bo'ladigan bo'lsa, uning borgan sari noziklashishi, bir qiz bolaga xos bo'lgan holat boshidan kechiradi. Bunaqa holatda yozilib qo'yadigan bola sekin-sekinlik bilan jamiyatdan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Chunki uni yozilib qo'yganda o'sha axlat hidini o'zini burniga o'tirib qolishi yoki o'ziga bo'lgan ishonchning so'nib ketishi sekinlik bilan o'rtoqlaridan burchakka olib borib burchakka taqab qo'yadi. Bunday holatlar bolalarda sekinlik bilan depressiya, shilqim fikrlashlar, har xil holatlarga olib keladi. Ya'ni ruhiy buzilishlarga. Shuning uchun ham statistika bo'yicha bolalarni, ya'ni o'zini joniga qasd qilish, suitsidlar haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda shu narkomaniya, bolalar narkomaniyasida suitsidlarni uchrashini tez kuzatadigan bo'lsak, siyib qo'yishi mumkin bo'lgan yoki axlat ushlay olmaydigan bolalar turida ham bunaqa holatlar tez takrorlanib turadi. Buni biz misol qilib o'sha adabiyotlarda har kecha kunduzda ko'rishimiz mumkin. Nimaga bizda bekitishadi? Bizda bu yopiq, shunchalik yopiq mavzuki, hattoki onalar bolalariga bu narsani qiziqishmaydi ham, onalarga aytishga uyaladi ham, na otasiga, na onasiga. Shu holat menda bo'lyapti, hattoki turmushga chiqqunga qadar ham shunaqa muammo bilan turmushga chiqqanlar borda. Sizni tajribangiz bo'lganmi? 18-20 yoshda farzandini, o'g'lini, qizini olib kelgan, yoshlikdan shu muammo bilan katta bo'lgan. Bizni faoliyatimiz 18 yoshgacha bo'lgan, vozirtgacha faoliyat olib boramiz. Albatta, bu bunaqa holat baxtga qarshi har kun uchrab turadi. Nimaga? Chunki bola onadan so'raganimizda, bolangiz necha yil davomida bunaqa ich qotishlar bilan, u ayrim onalar aytadi, bu tug'ilgandan beri shunaqa. Lekin qarangki, bola 13 yosh.
13 yoshli bola bo'yi kichkina, o'smagan, qorni katta bo'lib ketgan yoki yelkalari qisqargan, anemiyasi bor, xotirasi sust, jizzaki, ya'ni u ich qotish ikkinchi plankaga o'tadida, ular yoki bosh og'risa boshini davolab, yo boshqa sabablar bilan e'tiborsiz yuradi. Bizni ustozimiz aytadilar, agar bolada o'tkir sidik tutilishi bo'lsa, u yugurib doktorga boradi, chunki juda qattiq og'riq bo'ladi. Ich qotish baxtga qarshi hamisha ham unaqa og'riq chaqirmaydi. Uning kechki darajalariga olib borilishi uje bolani hayoti uchun xavfli holatlarni yaratib beradi. Menimcha o'sha siz aytgandek, agar qabziyat bolalarda surunkali bo'lsa, men shuni o'ylaymanki, ovqatni necha kun xolodilnikda saqlab qo'yish mumkin. Organizmimiz xolodilnik emas. Uning harorati anchayin issiq va turgan axlat o'zidan toksik moddalar ajratib chiqarmaydimi? Organizmning o'zi uchun. Endi mana bu ovqat mahsulotlarini albatta meditsina qanday tavsiya qiladi? Ya'ni sog'lom hayot tarzi uchun svejiy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish. Ya'ni bizni geografik joylashuvimiz, bizdagi haroratni, iqlimni ko'rinishlarni inobatga olib, biz tibbiyot vakillari tavsiyamiz shundan iboratki, ovqatni bir necha sutkalab emas, o'shani kam va svejiy holatda tayyorlab yedirish bolalarga o'zi ham iste'mol qilishi bu maqsadga muvofiqda. Men ovqat misolida organizmni ko'rsatyapman. Organizmda qolgan axlat o'zidan xuddi mana ovqat turib qolsa ayniydi. Aynigandan keyin hid chiqaradi. U esa iste'mol qilish sog'likka xavfli. Organizmda 1 kun qabziyat bo'ldi, 2 kun qabziyat bo'ldi. Xo'p, boringki 3 kun bo'ldi. Yig'ilgan axlat o'zidan toksik modda ajrab chiqaradimi? Albatta, yo'g'on ichagi juda ko'p funksiyalari mavjud. Ulardan eng asosiy suyuqlik yo'g'on ichakda so'riladi. Axlat massasini uzoq muddat turishi axlatning suvsizlanishi, ya'ni qayta qonga so'rilishiga olib keladi. Axlat bu chiqindi mahsulot, zaharli mahsulot. Bu chiqib ketish kerak bo'lgan bir organizmning bir chiqindisi. Lekin uni sutga, misol uchun haftalar davomida saqlanishi organizmga o'sha zaharli mahsulotlarni har kuni ko'proq so'rilishiga olib keladi. Bu o'z navbatida boshlang'ich etaplarda bolalarning xarakteri bilan, ya'ni ko'pchilik ota-onalar aytadi, bu fe'li sal chatoqroq, bu jahli tez, u yoq qitmirroq, har xil bahonalar bilan biz bu narsani yengamiz. Vaholanki uning negizida bolada ich qotish mavjud bo'lishi mumkin. Bunaqa bolalar boshlang'ich somatik holatlarni buzilishi birinchi. Ikkinchisi bu ruhiy holatlarni buzilishi. Uchinchisi bu butun a'zoni faoliyatini buzilishi bilan yakun topishi mumkin. Nimaga? Chunki axlat mahsuloti, zaharli mahsuloti surunkali ravishda organizmda so'rilishi birinchi bo'lib jigar faoliyatini. Jigar faoliyati buzilgandan keyin bilasiz, jigar organizmning eng katta laboratoriya vazifasini bajaradi. Jigar faoliyatining filtri buzilishi bu boshqa a'zolarda ham ikkilamchi o'zgarishlarga olib keladi. Biz sizni taklif qilishdan oldin qaysidir ma'noda Instagram sahifamizda savollarni yo'llang deb aytdik-da, bir ayolning savoli menga juda ham g'alati tuyuldi, chunki men bu haqida kamdan kam eshitar ekanman. Ya'ni bolam meni yozilishga chiqadi va shunda men ko'raman, bu uyat deyish mumkin ko'pchilik, lekin bu meditsina. Orqa anal teshigi tashqariga chiqib qoladi va unda hech qanaqa og'riq yo'q. Men nima qilsam bo'ladi? Qaysi shifokorga murojaat qilishim kerak? Bunaqa holatlar yuz beradimi? Ya'ni orqa devorning tashqariga chiqib qolishi aynan yozilish paytida. Ushbu holatni bizni koloproktologiya yo'nalishida to'g'ri ichakning tushishi, ya'ni ruschasiga o'rganib qolganmiz, выпадение прямой кишки deb ataladi. Buni 3 ta sababi bor. Ya'ni buning birinchi sababi ich qotadigan, ya'ni ko'p kuchanadigan bolalarda. Ikkinchisi bu ich ketadigan bolalarda, unda ham kuchanish. Uchinchisi o'sha tashqi chiqaruv kanali atrofidagi muskullarning yoshga nisbatan rivojlanishini ortda qolishi hisobiga kelib chiqadi. Shuning uchun ham juda ko'p bolalarda orqasi chiqib ketdi. Xalq tilida eskidan ota-bobolar ko'toni chiqib ketibdi degan termin ishlatishadi. Lekin bunda o'sha to'g'ri ichagi tashqariga bukilgan holatda chiqishi mavjud bo'ladi. Buni ham agar tasnifini oladigan bo'lsak, buni ham hozir kecha kunduzda 3 ga bo'linadi. Birinchisi bu to'g'ri ichakning faqat shilliq qavatining tushishi, chiqishi. Bu odatda 1-1,5 sm anal teshigi orqali chiqib keladi va yozilib bo'lgandan keyin kirib ketadi.
Bu birinchi daraja ipotekaga kiradi. Ikkinchi darajasida u to'g'ri ichak birgalikda chiqadi va bu 2-2,5 dan 5 santimetrgacha chiqadi. Va bu darajada o'zi to'g'rilanmaydi, ya'ni ona uni qo'l bilan itarish orqali to'g'rilab qo'yadi. Uchinchi darajada oddiy yo'talganda, aksirganda ham to'g'ri ichakning tushib qolishi kuzatiladi. Bu og'ir holat menimcha. Bu yaxshi emas albatta bu darajaga olib kelish. Chunki buni erta aniqlash yoki yuqoridagi ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy sababchilarni olib tashlash birinchidan bu kasallik rivojlanishini oldini oladi. Agar уже rivojlangan bo'lsa, buni erta, ya'ni bolalar koloproktologga murojaat qilinishi operatsiyasiz yo'llar bilan davolash imkoniyatini beradi. Demak, qanchalik erta murojaat qilinsa, shuncha odamlar qo'rqadi, sraz operatsiya deydi deb aytadi. Albatta, chunki hozirgacha kunduzda ushbu kasallikning birinchi darajasi bu konservativniy yo'l bilan, ya'ni bunaqa bolalar albatta koloproktolog ko'ruviga va nazoratida bo'lishi kerak. Odamlar mana shu proktolog ko'rigidan oldin nimalarga ahamiyatli bo'lishi kerak? Chunki bizda nima bor? Uyatli bu holat. Men uyalaman deydi. Men bolamni ham olib borishga uyalaman. O'zimda mana kattalarda ham bu holat bo'lishi mumkin. Masalan, ayollarda tug'ruqning og'ir kechishi, uzoq muddatli qabziyat, uzoq muddatli diareya ham hattoki men bilaman, siz aytgandek hojatxonaga borish refleksi bizda bilasizmi, ishlaydigan odamlarda ko'pda, ya'ni hozir ishimni qilib olay, keyin boraman deydi, esidan chiqib ketadi. Men ham aytaman, surunkali qabziyat bo'lyaptimi? Boring 10 minut, 15 minut hojatxonada o'tiring. Prosta hech narsaga, na telefonga, na boshqa narsaga chalg'imasdan refleksni uyg'oting deymanda. Nimaga uyalish kuchli va biz qanaqa tayyorgarliklardan o'tishimiz kerak proktologga murojaat qilishdan oldin? O'zi bizni meditsinamiz nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, har bitta fuqaro kamida 1 yilda 2 marta med osmotrdan o'tadi. Bu davlat tomonidan ko'rsatib o'tilgan va bizning hozirgacha kunimizdagi Sog'liqni saqlash vaziri bu tizimni yaxshi shakllantirib qo'ygan. Lekin bizda tibbiy savodxonlikning pastligi, ya'ni pastroq bo'lishi ushbu holatlarga sababchi bo'ladi. Keyin buni bizning mentalitetimiz hisobiga ham shunaqa bo'lishi mumkin. Ayollarni ayol doktor ko'rishi, ya'ni ayol shifokor, koloproktologlarni son jihatdan kam bo'lishi ham, keyin va shu bilan birgalikda hamisha bilasizku, bizda kasallikning ilk belgilarida qo'yog'i surib qo'ysang yaxshi bo'lib ketadi degan iboralar ham bor. Belgilarni bostirish iloji o'sha ilk belgilar bo'lganda doktor kishidan uyalish kerak emas, chunki har bitta shifokorni tanasida, ya'ni uning bo'ynida shifokor haqida boshqalarga informatsiya berish vakolati yo'q. Shuning uchun bu har bitta kelgan bemor albatta shifokor nazoratida bo'ladi va uni sir sifatida saqlanadi. Demak bizda asosan uyalish ham bu ko'proq odamga tarqaladi degan. Kimdir bilib qolishi mumkin. Keyin bilasizku, misol uchun qiz bola 12 yosh, 14 yosh, 17 yosh balog'at yoshiga yetib uzatilishda bo'lganda, mana sovchiliklarning bizda haddan tashqari avj olib ketganligi mentalitetimizdan kelib chiqqan holat. Ya'ni uni bu holat qizlarda bo'lganda asosan uyalish hislari ko'proq qiz bolalarda. Chunki shunchaki bizdagi hozirgi sovchilar sistemasini avj olishi ham bu ham o'z navbatida bizni farzandlarimiz uchun salbiy ta'sirga ega bo'lib bormoqda. Nimaga? Chunki qiz boladagi qanaqadir o'sha koloproktologik muammoni onalar tomonidan olib chiqmaslik, chunki ertaga qizimga sovchi kelmay qolishi yoki boshqa bir vajlarni keltirish hisobiga shifokor ko'rigidan chekka surib qolishiga olib keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, shifokorga kelish va bunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, mutaxassislarga ko'rsatish shart va zarur. Bundan hech qanaqa uyalish kerak emas. Bu bolalarni, aynan qizlarning psixologiyasi qanchalik ta'sir qiladi? Albatta, har bitta kasallik nafaqat qiz bolalar, o'g'il bolalarga hammaga bir xil yomon salbiy ta'sir qiladi. Aytayman, chunki bitta koloproktologik muammoni natijasida asoratlarni kelib chiqishi ertaga sotsial muammoni, ya'ni bolani ruhiyatidagi katta muammolarni olib keltirib chiqaradi. Chunki biz juda ko'p ko'rganmiz. Misol uchun ko'pchilik keladida, "Menda muammo bor, lekin qizim olib kela olmadim. Siz shunga qanaqadir dori yozib bera olasizmi?" degan savollar bilan ham murojaat qiladi. Bemorni olib kelishmaydi-da, endi bu uchrab turadi, har kuni ham emas. Farzandim, qizim
anavi katta 14-15 yosh kirib qolgan, shunaqa yozilgandan keyin qonash, orqasida og'riq yoki boshqa bir yiringlash holatlari kuzatilmoqda. O'shanga nimadir dori yozib bera olasizmi deb murojaat qiladigan fuqarolar ham borda. Endi qanday biz sehrgar bo'lmasak, biz polvon bo'lmasak, biz tibbiyot xodimimiz, biz ko'rib, birinchi makroskopik ko'rib, kasallikni baholab, kasallikka tashxis qo'yib, undan keyin ma'lum bir laborator, instrumental, funksional tekshiruvlar natijasiga asoslanib davolashimiz kerak. Lekin shunaqa holatlar ham tez-tez uchrab turadi. Menimcha bugungi mana shu suhbatimiz qaysidir ma'noda shu muammoni oldini olishga, ya'ni mani bolamda bo'lmaydi deb menimcha hech kim kafolat bera olmaydi. Yoki shu muammosi bor onalarga ozgina bo'lsa ham yechim bor ekan-u deydigan holatlarni bo'ladi. Chunki bizda O'zbekiston sharoitida bizani meditsinamizga unchalik ishonishmaydi, lekin men ayta olaman, senga davlatlar o'rtasida O'zbekiston meditsinasi o'zimiz mana birga konferensiyaga borib keldik. O'zbekistonniki anchayin oldinda ekanligini his qildim-da. Siz ham menimcha shuni his qilgan bo'lsangiz kerak. Albatta. Hozir kecha kunduzda tibbiyotning hamma yo'nalishlari bo'yicha bemalol baralla gapirsak bo'ladi. Oxirgi shu 8-10 yillik ichida tibbiyot sohasida bir kalla o'sish kuzatildi. Bu juda ham yaxshi natija. Buni misolida, misol uchun, mana O'rta Osiyo boshqa qo'shni davlatlarimizdan bizga juda ko'plab bemorlarni murojaat qilib kelayotganligi yaqqol isbot bo'lib hisoblanadi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish o'rinli deb bildim. Bir xil bolalarni ota-onalar mana shu farzandim qitmir deydi. Qitmirchilik bu kasallikmi yoki bu qanaqadir reaksiyami? Qitmirchilik bu bolalar, ya'ni olayotgan, tashqaridan olayotib turgan har xil stresslarga organizmni javobi. Ya'ni misol uchun ayol kishi nima qiladi? Stress chiqarish uchun yig'laydi, kimdir bilan urushib olishi mumkin, erkak kishi so'kadi, kimdir bilan janjallashishi mumkin yoki biror bir ish faoliyat bilan nima qiladi. Bolalar qanaqa? Bolalar qanaqa qilib stress chiqaradi? Qitmirmi? Demak, u bolada o'sha stressning miqdorini ortib borishi bolalarda o'sha stressga bo'lgan reaksiyani chiqarish yo'li. Shuning uchun bola qitmir deyiladi. Shuning uchun bu qitmirchilik normal holat emas. Unaqa bolalarda shaxsan yuqorida aytib o'tilgan muammolarni qidirishimiz mumkin. Asosan mana shu proktolog deganda men xalq tilida gemoroyga ko'proq murojaat qilishadi. Gemoroy kasalligi, gemoroy belgilari bo'lgan odamlar. Meni savolim, gemoroy kasalligi O'zbekiston sharoitida qanchalik uchraydi? Sabablari, ayollarda ko'pincha tug'ruqning og'ir kechishi bilan kelib chiquvchi yoki erkaklarda kasb jihatidan o'tirib ishlaydigan, asosan mana taksi haydaydigan, mashina ko'p haydaydigan, o'tiradigan insonlarda ham ko'p uchraydi-da. Sizni tashxis qanaqa bo'ladi gemoroyga? Bolalarda kattalarga nisbatan gemoroyni keltirib chiqaruvchi sabablar sal boshqacharoq. Bular gemoroyni keltirib chiqaruvchi sabablar kattalarga nisbatan kamroq. Bolalarning uzoq muddat ich qotib yurishi, ya'ni kuchanishlar bilan ich ketishi, keyin jigar kasalliklari, ya'ni jigarda ikkilamchi o'zgarish, ya'ni sirrozning rivojlanishi ham bolalarda bu juda kamdan kam ko'rsatkich, lekin ichki va tashqi gemoroyning bir sababchisi bo'lib hisoblanadi. Kattalarda endi bu siz aytganingizdek tug'ruq jarayonlari, ich qotishlar, ich ketishlar, jigar qon tomirlarining o'sha sirroz hisobiga, ya'ni jigarni qurishi, endi xalq tilida gapirishimiz kerak, chunki xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun jigar qurishi hisobiga qon tomirlarini siqilib, keyin uzoq muddat bitta joyda o'tiruvchi, ya'ni bankir, shofyorlarni, ya'ni o'tirib qolishi hisobiga uzoq muddat o'sha anal teshik atrofidagi vena tomirlarida dimlanishlarni kuchayishiga olib keladi va ushbu holat, ya'ni asorat sifatida rivojlanadi. Dietolog qanchalik bu kasbga, sizni kasbingizga bog'liq? Siz shuni asoslab bera olasizmi? Albatta, biz dietologlar bilan bizni muammolarni birga yoritishimiz kerak. Chunki bilasiz, 15 ta dietik maxsus stolli bo'ladigan bo'lsa, bolalarda ich qotishida ham 3A va 3B stolli mavjudligi уже mani siz bilan qarindosh bo'lishimga majbur qiladi. Nimaga? Chunki endi atanik turdagi rivojlangan, ya'ni qabziyatli, ya'ni ichak peristaltikasini pasayishi va ichak devorining kengayib ketishi bilan bog'liq bo'lgan
Qabziyatlarda 3A stuli tavsiya qilinishi bu maqsadga muvofiq. Ikkinchi tur qabziyatlar bor, spastik turdagi, ya'ni ichak faoliyatini, ya'ni muskullarning siqilishi. Bu qanaqa holatlarda rivojlanadi? Doktor deb ham murojaat qilishadi. Spastik turdagi qabziyatlar atanik, ya'ni kengayib ketish hisobiga kelib chiqqan qabziyatlarga nisbatan kamroq rivojlanadi. Xalq tilida spastik kalitim bor ekan deydi. Spastik kalit o'zi ko'p tuqqan ayollar uchun xos bo'lgan kasallikda, chunki juda ko'p homilani qorin bo'shlig'ida qayta 10lab, 15lab, 20lab tuqqan onalar mavjudku, ularda ham shu narsa постоянно ichakni siqilish hisobiga spastik kalitlar rivojlanadi. Bolalarda buni sababi nima? Bolalarda ko'proq ichak infeksiyalaridan keyin oxirigacha davolamaslik spastik kalitlarni rivojlanishiga olib keladi. Spastik kalit uchun eng xarakterli bo'lgan bu holat bu bolani axlatining qo'y qumaloqdek tushishi. Ya'ni qo'y qumaloqiga o'xshab yozilyaptimi bolangiz? Demak, siz bolangizda spastik kalit mavjud. Buni davolash uchun ichakni urib ishlatish emas, ichakni boshini silash kerak bo'ladi. Shuning uchun bunaqa bemorlarda 3B stol juda ham ahamiyatli. 3B stolning negizida o'sha kletchatka mahsuloti, lekin uni blenderdan o'tkazilgan yoki go'sht mahsulotlarini farshirovat, ya'ni o'sha ezilgan holatda, ya'ni oshqozon ichak traktida oson hazm bo'la oladigan darajada ovqatlantirishimiz 3B stolni tashkil qiladi. Ya'ni spastik kalitlar uchun eng ahamiyatli hisoblanadi. Demak, dieta birinchi o'rinda dori-darmonlarni yaxshi ta'sir qilishi uchun. Lekin bor, mana shu kasalliklarda siz operativ yo'l bilan davolanadigan kasalliklar bor dedingizda, siz demak, biz boshida tanishtirdik, bolalar xirurgi hamsiz, aynan shu ichak borasida eng og'ir operatsiya o'tkazganingiz va sizni tajribangizda shuni kasallikni oldini olsa bo'lardi-ku degan holatlar bo'lganmi? Albatta. Esimda 2015-yilda bir bemor, 9 yoshli bemor o'tkir pastki ichak tutilishi belgilari bilan bizga murojaat qilib kelishgan. Buni sababini, ya'ni o'sha ultratovush, rentgenologik, ya'ni o'sha bolani tepasida ko'rish orqali kasallikka tashxis qo'yganmiz. Kasallikning negizida qarangda qiziqligini. Qorin bo'shlig'ida diametri 10 santimetrlik keladigan ikkita axlat toshi va yuqorida zanjir durday shakllangan eng oxirgi, ya'ni kaprolit, ya'ni axlat toshlar. Eng kichkinasi umumiy diametri 1,5-2 santimetr keladigan 30 dan ortiq axlat toshlarini tiqilib qolishi natijasida bolani qusib ichak tutilishigacha olib kelgan shu ota-onalarni shu farzandi murojaat qilgan o'sha paytda bizda. Bu bizning tilimizda obturatsion ichak tutilishi deb ataladi. Bu narsani to'g'ridan to'g'ri ochib yuborish yoki tozalab olish imkoniyati hamisha ham bo'lavermaydi. Bunaqa holatda ichak butunligi, qorin bo'shlig'i ochilib, ichak butunligi buzilgan holatda axlat toshlaridan ichakdan axlat toshlarini bartaraf qilish operatsiyasi bajarganmiz. Bu juda ham og'ir operatsiya. Birinchidan, ikkinchidan bu bolada juda ham katta funksional buzilishlar bilan namoyon bo'lgan. Ushbu bola o'sishdan qolgan aqliy, jismoniy rivojlanishdan ham juda ortda qolgan bolalar guruhiga kirib qolgan. Umumiy shu operatsiya taxminan necha soat davom etadi? Bu operatsiya 2 soatdan oshiq davom etgan. Demak, bu baribir qanchadir miqdorda bola uchun ham menimcha nagruzka bo'lsa kerak va men onalar to'g'ridan to'g'ri olib kelganiga qoyil qolaman, chunki bizda nima deyshadi? Ko'richak bo'lsa kerak deb ham aytishadi-ku. Mana qorin bo'shlig'ida og'riq bo'ldimi, yo sen otravleniya bo'lgansan, yoki ko'richak bo'lyapsan deb aytishadi. Chunki men o'zim ham ko'richak bo'lganimda birinchi noto'g'ri doktorga olib borganlar, keyinchalik ko'richak ekani aniq bo'lganda, sizga ham kelishganmi? Ichak tutilishini aslida ko'richak deb ham kelgan holatlar. Albatta, bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Ko'proq bizda hayra kasalligi, yuqorgi ichak tutqich arteriyasi sindromi degan kasalliklar mavjud. Ularda o'sha yo'g'on ichakning ingichka ichakka ulangan qismida klapan mexanizm mavjudda. Axlatni yo'g'on ichakdan ingichka ichakka qaytib o'tishi, ya'ni refluksi bolalarda qorin og'rig'ini appenditsit ko'rinishida namoyon bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ham ustozlarimiz shunday deyshadiki, appenditsit kasalligi eng oson va eng qiyin tashxis qo'yiluvchi kasallik. Chunki hozir rivojlanmagan bo'lsa, 5 soatdan keyin rivojlanish xavfi bor. Juda ko'p bo'ladi.
boshqa kasalliklar negizida appenditsitga xos klinik belgilar bilan murojaat qilib kelishadi. Biz ko'ramiz appenditsitni o'zini klinik belgilari, undan tashqari qon tahlillariga asoslangan holatda funksional tekshiruvlarni natijasiga asoslanib tashxis qo'yamiz. Haqiqatdan appenditsit bo'ladigan bo'lsa, lekin juda ko'p holatlarda appenditsitga xos bo'lgan klinik belgilar bilan kasallar murojaat qiladi, ularda appenditsit chiqmaydi. Vaholanki ularni anamnez yig'ilganda o'sha bolada uzoq muddat ichki qotganligi, ich qotishi, ichki ketib yurishi, mana shunaqa holatlar aniqlanadi. Chunki uzoq muddat ich qotib yurish ham bolalarda qorinda har xil sohasida og'riqlarning rivojlanishiga olib keladi. Menimcha fikringizni xulosasi, bu holat agar e'tiborga olinmasa, o'limgacha olib borishi mumkinmi? Albatta. Chunki bu holat nima uchun o'limga olib keladi? Endi surunkalik ham zaharlanishi organizmni. Surunkalik boshqa a'zolar faoliyatining stressi, zaharlanish hisobi. A'zo faoliyatini umuman buzilishiga, ya'ni buyrak faoliyati tekis buzildi, jigar faoliyati buzildi. Nima bo'ldi? Bunaqa bolalar, bunaqa inson yashab qola olmaydi, chunki bu o'lim bilan tugallanishi mumkin. Shuning uchun mana bir ichuvchi misolida oladigan bo'lsak, ichuvchi har kun alkogol mahsulotini iste'mol qiladi, jigar faoliyati sekin-astalik bilan buzilib, oxiri qon ketish bilan o'lib, o'ladi. Ich qotish ham uzoq muddat davom etishi xuddi shu ichuvchi singari bo'ladi. Chunki ularda ham axlat mahsulotini, zaharli chiqindilarni qayta-qayta qonga so'rilishi, bularda ham jigarda birlamchi, keyinchalik ikkilamchi va sirroz holatlarigacha olib borishi mumkin. Shuning uchun biz har kuni qo'ng'iroq chalamizki, ey bolalar, ota-onalar ich qotyaptimi, murojaat qiling mutaxassisga. Chunki mutaxassis ko'rish kerak va uni to'g'ri yo'lga, ya'ni yaxshi, normal hayot tarziga o'tkazishimiz kerak edi. Boshlang'ichda onalar mana shu ich qotish, ich ketish muammolari bo'lganda, boshlang'ich etapda baribir uyda yordam berishga harakat qilishadi-da. Va to'g'ri ovqatlanish, aynan ich kelmayotgan bo'lsa, kletchatkaga boy mahsulotlar, ich ketayotgan bo'lsa, iloji boricha meva va sabzavotlarni ratsiondan kamroq va qaynatmalarni ko'proq berishga harakat qilishadi. Bu foydalimi? Endi bitta shu joyda sal qo'polroq gapirishim kerakmi deb o'ylayman. Chunki qarang, bizni farzandimiz dengiz cho'chqachasi emas-ku. Nimaga? Chunki farzandingizda o'z oshinchalik bilan nimadir eksperiment qilish bu qanchalik to'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun shifokor nima uchun kerak? Shifokor o'sha yuqorida aytganimdek kasallikni oldini olish yoki hal qilish. Kasallik bo'ldimi, rivojlandimi, uni hal qilishimiz kerak. Endi ota-ona uni 4 kunda yaxshi bo'lib qoladi, 5 kunda yaxshi bo'lib qoladi deb o'zi bilgan holatda har xil usullar bilan davolashga harakat qilishi hamisha ham o'zini ijobiy yechimini topmaydi. Hozirgi kecha kunduzda bu internet rivojlangan anaqa, hozir internet kiring, noto'g'ri davolanish, o'z voshinchalik bilan davolanish hisobi va boshqa ota-onalarni, ya'ni sababsiz medikamentlarni iste'mol qidirilishi ham bolalarning o'limi bilan tugallanyapti yoki invalidizatsiya yoqqasiga olib borib qo'yadi. Shuning uchun keling bitta narsaga kelishaylik. Xalqdan bitta narsani iltimos qilamiz. Har bitta inson o'zini ishini qilish kerak. Ota-onaning vazifasi farzandni o'stirish, voyaga yetkazish va uni chiroyli qilib tarbiyalab, xalq xizmatiga yetuk mutaxassis qilib chiqarish. Shifokor vazifasi ushbu bolalarda rivojlanishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olish va sog'lom hayot tarzida yashab rivojlanishini ta'minlab berish. Shunday ekan, o'z voshinchalik qilib siz aytgandek har xil manipulyatsiyalarni dengiz cho'chqachasida sinagandek tekshirish menimcha maqsadga muvofiq emas. Hozirgi paytda sizni fikringizdan kelib chiqib aytishim mumkin, muammolar ko'p. Baribir biz to'g'ri biz yuksalyapmiz, tibbiyot ancha rivojlandi. Lekin siz qaysi imkoniyat sizda bo'lsa, shu muammoga men yechim berardim deb aytasiz. Ya'ni tibbiyotda sizni sohangizda bolalar o'rtasida muammo keng tarqalgan va unga hali to'laqonli yechim berilmagan. O'sha savolingizga birinchi qadamni qo'ydik. Chunki mana siz bilan bo'lib turgan suhbatimiz va bugungi kecha kunduzdagi 1000 ta odam ko'radimi, 1 million ta odam ko'radimi, kimdirda shu muammo bo'ladigan bo'lsa, u menimcha bizning siz bilan olib borib turgan shu dialogimiz hisobiga qanaqadir yechim topadi. Mani maqsadim qanday qilib bu narsada bir katta bir g'alaba qozonish kerak. Birinchidan xalqimizni uzoqroq, ko'proq o'qishga, tibbiyot madaniyatini, savodxonligini oshirishimiz
Ya'ni uni oshirib qo'ya olmaymiz. Uni har bitta odam o'zi oshirishi kerak, ya'ni o'qish kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi, maktab va meditsinaga aloqador bo'lmagan institutlarda tibbiy madaniyat darsliklarini yoki tibbiy madaniyat sikllarini tashkillashtirish. Bundan tashqari keling, undan ham osonroq biz har xil ma'ruzalar bilan qaysidir ma'noda shu xalqimizga yetkazaylik. Eng osonroq va bizni qo'limizdan ko'proq keladi. Biz vaqtimiz bor bu narsaga. Kelingda biz siz bilan qisqa ma'ruzalarni tayyorlab, onalar, umuman ota-onalarni xushyorlikka chaqiramiz. Bu juda ham zo'r taklif va missiyamiz birlashadi menimcha, chunki bugun birinchi son va bu birinchi sonda biz juda ham dolzarb bo'lgan, ko'p insonlar uyaladigan vaholanki murojaat qilsammikin yo'qmi yokida e'tiborsiz qoldiradigan holatlar haqida qisqacha gapirdik, lekin bu birinchi suhbatimiz emas. Bu mavzuda hali siz bilan ko'proq gaplashamiz va sizga ko'proq taklif qilamiz Aziz aka. Navbatdagi suhbatimiz xuddi shu videomiz ostidagi kommentariyalardan keladigan savollar. Balkim biz gaplashilmaydigan mavzular ko'pligini insonlar yaxshi bilishadi. Biz bugun qabziyat, ichak faoliyati haqida gaplashdik, lekin keyingi mavzularda esa bu mavzulardan yana ham kengroq gaplashamiz. Kelasizmi suhbatga? Albatta, jonim bilan kelaman. Keyingi o'rinlarda sizdan iltimos qilib qolardimki, shaxsan ichki qotuvchi, ichi ketadigan va boshqa muammosi bo'lgan, oshqozon ichak traktining boshqa sohalardagi muammosi bo'lgan bolalarda to'g'ri ovqatlantirish haqida ham bitta shunaqa dialog qilsak zo'r bo'lardi. Asosan men shu mavzuda ham dietolog bilan birgalikda yechim berilsa, bizni faoliyatimiz yana ham osonlashadi deb o'ylayman. Mayli, keyingi suhbatimiz inshaalloh shu haqida bo'ladi. Bugungi suhbatimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Ilk sonimiz ko'proq insonlarga yetib borishi uchun albatta like tugmasini bosib qo'yishni, biz hech qanaqa vayinlar yokida kulguli ko'rsatuvlar emas, aynan xalqimizga manfaatli bo'ladigan, tibbiy savodxonligini yanada oshiradigan malakali shifokorlarni taklif qilishda davom etamiz. Siz qaysi mutaxassisni taklif qilishimizni so'rardingiz? Kommentariyada yozib qoldirishingizni va shifokorlarimizga savolingiz bo'lsa ham albatta kommentariyada yozishingizni so'rab qolamiz. Birinchi sonni maza qilib tomosha qilgan bo'lsangiz, oxirigacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak siz o'zingiz va farzandlaringizning sog'ligiga albatta qayg'urasiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, siz bilan yana ko'rishamiz.